Sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Ismim Farangiz. El-yurt umidi 2024-yil birinchi ochiq stipendiantiman. Hozir Angliyada The University of Warwickda MAT Sol yo'nalishida magistraturada tahsil olyapman. Barchangizni ko'rib turganimdan xursandman. Ovoz eshitilyaptimi? Aniq ko'rinyaptimi? Biz ham sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Ovoz va ekranlar hammasi joyidamanda. Sizlarda qizlar qanaqa? Kommentariyalarda 1 dan 10 gacha baholanglar. Sizlarga qanaqa ko'rinyapti ovoz va ekran? Yaxshi eshitilyaptimi? Yaxshi ko'rinyaptimi? 10 deyishyapti, aha. Unda biz boshladik. Mhm. Demak, el-yurt umidi haqida gaplashamiz. El-yurt umidini biz 3 bosqichga ajratamiz. Ya'ni el-yurt umidigacha qilinadigan ishlar, el-yurt umidini yutish uchun qilinadigan ishlar va el-yurt umidini yutgandan keyingi bo'ladigan jarayonlar haqida gaplashamiz. Men hozir buni stepma-step tushuntirib beraman. Diqqat bilan eshitib oling. Agar muhim pointlarini yozib olaman desangiz, qog'oz va ruchka tayyorlab qo'ying. Suhbatimiz oxirida xulosalaringizni va fikrlaringizni kanalga yuborasiz. Ularni ichidan ko'rib, mani kanaldan 3 ta ishtirokchiga sovg'am bor. Xudo xohlasa, ovozli efir tugagandan keyin Aziza bilan bog'lanib, sovg'alarni sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Boshlasak bo'ladimi? Tayyorlab oldingizmi? Hozir men kommentariyani ochib olay. 1 daqiqa. Demak, el-yurt umidini yutishdan el-yurt umidigacha birinchi biz qaysi ishlarni amalga oshirishimiz kerak. Dastlabki qilinadigan ishlarimiz bu bizni chet el universitetlariga hujjat topshirish jarayonlari. Hujjat topshirish jarayonlarida biz nimaga e'tibor berishimiz kerak va nimalarni o'z oldimizda qilib, step-by-step qilib, el-yurt umidigacha ya'ni sohangiz bo'yicha yo'nalish qidirishni boshlaysiz. El-yurt umidini grantini yutish uchun talab top 300 ta universitet bo'lishi kerak, lekin maslahat berardim qidirayotgan universitetlaringizni top 100 talikdan tanlashga. Bu sizga o'ziga yarasha ustunlik taraflarini beradi. Ular haqida keyin gaplashamiz. Ko'pchilik yoshlar el-yurt umidigacha bo'lgan jarayonda ozroq chalkashlikka duch kelishadi. Bunda qanaqa chalkashliklar, ya'ni qanday universitet tanlashni bilishmaydi yokida universitet sayti bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanib, hujjat jarayonlarida ozgina qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Bu qiyinchiliklarni qanday bartaraf etamiz? Siz birinchi navbatda universitetga topshirishdan oldin universitet reytinglari bilan tanishib chiqishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni universitet reytingini biz qanday aniqlaymiz? Ko'p manbalarda biz QS va The Times deb QS reytinglari va The Times reytingiga qarab biz tanlashimiz kerak bo'ladi. Bu reytinglar nimani anglatadi? Bu reytinglar dunyo bo'yicha universitetingizning qanday levelda turishini sizga ko'rsatib beradi. Ikkinchi faktor bu universitetdagi professorlar va ularning darajalari qanaqa ilmiy ishlar qilgan, qanaqa loyihalarda qatnashgan, universitetning professori, ya'ni siz borayotgan universitetdagi sizning yo'nalishingizdagi professorlarning ilmiy salohiyati qay darajada? Ya'ni hammasi ham zo'r professorlar, lekin o'z sohasi doirasida qanaqa ishlar qilishgan, qaysi universitetlarni tugatishgan, qanaqa backgroundga ega, shularni ham yaxshilab siz ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Bu ko'rib chiqish sizga nima beradi? Bu ko'rib chiqish sizga keyingi, ya'ni el-yurtdagi bo'ladigan jarayonlaringizda o'z sohangiz bo'yicha qiladigan, beradigan bilimlaringiz, ya'ni beradigan savollarga oson javob berishingizga
yechim bo'ladi. Misol uchun, meni soham ingliz tili sohasi bo'lsa, mani keladigan universitetimdagi professorlar ta'lim tizimi haqida el-yurtda savollar bo'lgan. Ko'pchilik aytishadiki, el-yurtda loyiha bilan qatnashishim kerak. To'g'ri, loyiha kerak, lekin loyiha qanday sohalarda kerak? O'shanga ham e'tibor bering. Ya'ni ta'lim sohasida siz El-yurt umidi jamg'armasini bitirib keliboq, qandaydir loyiha qilib tashlay olmaysiz yokida qaysidir bir davlat tashkilotiga sizni boshliq qilib o'tkazib, o'sha jarayonda siz nimanidir amalga oshirib tashlay olmaysiz. Bilamizki, har bitta jarayon etapma-etap, sekin-sekinlik bilan amalga oshiriladi. Shunda siz o'zingizni sohangiz bo'yicha qanday bilimlar olib kelishligingizni avvaldan bilib olsangiz, El-yurt umidi suhbat bosqichida va test jarayonlariga, ya'ni hujjat topshirayotganda motivatsion insho yozish kerak. O'sha inshoni aniq va tiniq yoza oladigan bo'lasiz. Demak, bizda birinchi qiladigan ishimiz universitetni aniqlash va professorlar bilan tanishish. Professorlar bilan tanishib, ularni ishlarini ko'rib chiqish. Ishlarini ko'rib chiqish bo'ladi. Endi siz ko'rib chiqdingiz. Menda qanaqa bo'lgan bu jarayon? Men sohalarni ko'rib chiqqanman. Ularni qo'yiladigan requirementlari, ya'ni talablari bor. Ma'lum bir talablarini o'rganib chiqib, o'shanga men mos kelamanmi, yo'qmi? Ya'ni o'zimda qaysi jihatlar bor yokida qaysi jihatlar yo'q. Bularni aniqlab chiqaman. Keyin mendan qo'yiladigan talablar, ya'ni qaysi jihatlar yo'q degan savolga endi men sekin-sekin javob topishni boshlaganman. Ya'ni bu jarayon qanday ketadi? Misol uchun sizda IELTSingiz 6 yokida muddati o'tib ketgan. Universitet talabi bo'yicha IELTSni requirementi bu 7. Siz nima qilishingiz kerak bo'ladi? Ma'lum bir muddat ichida IELTSingizni ko'tarishingiz kerak bo'ladi. Ba'zi bir universitetlarda IELTSni bizdan writing qismiga 7 so'rashadi. Yokida 6,5 so'rashadi. Bilamiz, O'zbekistonda ko'pchilik writingdan bal past bo'ladigan holatlar bo'ladi. Shu uchun writingni ko'tarishingizni maslahat berardim. Ya'ni imtihon topshirib, aynan writingga, akademik writingga e'tibor berishingizni va o'sha jihatlaringizni kuchaytirib ketishni tavsiya beraman. Va bu talablarni bajarib bo'lgandan keyin sekin-sekin siz nimalar kerakligini aniqlaysiz. Ya'ni ko'p universitetlar so'raydi sizdan personal statement yokida motivational letter. Personal statement bilan motivational letterni biroz farqi bor. Ya'ni personal statement bu sizni backgroundingizni ochib beradigan xat bo'lsa, motivational letter sizni nimadan motivatsiya olganingiz yokida nimadan motivatsiya olib, qanaqa loyiha bajarganingiz haqida so'zlovchi hujjat bo'ladi. Uni bajarib bo'lgandan keyin siz CVingizni taxlashingiz kerak bo'ladi. CVda ham xuddi shunaqa personal statementning CVdagi versiyasi qisqa shakllar bilan bo'ladi. Sizga bitta key point aytib o'taman. CVda ko'p ma'lumot kirgizmang. Ya'ni ko'p ma'lumot deganda nimani nazarda tutyapman? Siz CVga bo'lar-bo'lmas narsani tiqib tashlashingiz shart emas. Ya'ni aniq qayerda ishlaganingiz, nimalar qilganingiz, qaysi tillarni bilishingiz va qaysi ta'lim darajalarini olganingiz. Shu yetadi CV uchun. Agar loyihalarda qatnashgan bo'lsangiz, faqat asosiy loyihalarni kiritib o'tishingizni tavsiya berardim. Bu jarayonlar tugagandan keyin siz universitetdan ikkita sizga tavsifnoma berilishi kerak bo'ladi. Maslahat berardim, tavsifnomani siz iloji boricha sizni yaxshi biladigan o'qituvchidan olishingizni yokida ishchi bo'lsa, agar qayerdadir tashkilotda ishlasangiz, o'sha tashkilot rahbaridan olishingizni so'rardim. Ya'ni universitet dekani yoki universitet prorektori, universitet rektori sizga tavsifnoma berishi mumkin, lekin sizni to'liq shaxs sifatida ochib beradigan tavsifnomani bera olmasligi mumkin. Ya'ni sizni u har kuni ko'rmaydi, sizni u har kuni tanimaydi. Shu uchun maslahat berardim, universitetingizdagi ma'lum bir o'qituvchilaringiz, siz bilan yaxshi taniydigan ustozlaringizdan olgan personal statement bu sizga plyusga ishlaydi. Endi keyingi qiladigan masalamiz bu admissionni, ya'ni ochilish
jarayonlarni kuzatib borish. Ochilish jarayonlari qanday bo'ladi? Ochilish jarayonlarida siz hujjat topshirish jarayonlarida siz qabul ochilishni ko'rib turishingiz kerak bo'ladi. Qabul ma'lum bir universitetlarda 2 ta qabul bo'lsa, ma'lum bir universitetlarda qabul 1 yilga 1 marta bo'ladi. Ya'ni bahorgi qabul va kuzgi qabul. Bahorgi qabul bu fevral-mart oylaridan boshlansa, kuzgi qabul bu sentyabr, oktyabr oylaridan o'qishi boshlanishiga aytib beradi. Sizga yana bitta key point aytib o'taman. Universitetingizda o'qishlarni boshlashdan oldin, ya'ni universitetingiz o'qishi qachon boshlanadi ko'rasiz. Unga 6 oy oldin harakat qilasiz. Shunda siz El-yurt umidi jamg'armasiga ham ulgurasiz. Universitetning ma'lum bir talablari bilan tanishib chiqish, ya'ni ular sizga birinchi hujjat topshirganingizdan, uzr, bir daqiqa. Leksioning zalda o'tirgandim, uzr. Bizada svetlar avtomatik o'zi o'chib turadi, shuning uchun ozroq harakat qilib turish kerak. Uzr so'rayman. Demak, nima haqida gaplashayotgandik? Admission team, ya'ni hujjatlarni qachon topshirish kerak. Hujjatlarni siz 6 oy oldin harakat qilib, universitetdan offer olib tayyor tursangiz, siz El-yurt umidi jamg'armasiga ham, undan tashqari boshqa xalqaro stipendiyalarga ham hujjat topshirish jarayonlaringiz tezlashadi. Ya'ni siz nimani olasiz? Hujjat topshirganingizdan keyin sizga ma'lum 6 talik yoki 7 talik raqam beradi. Xuddi mana bu student ID'imdagi, ya'ni ID raqam beradi. Bu orqali siz universitetda hali o'qimaysiz, ya'ni talaba sifatida kontrakt to'lamagansiz, lekin siz universitet bilan alohida portal ochiladi, ya'ni siz uchun alohida sahifa ochiladi. Unda siz admission team, universitet jamoasi bilan, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri aloqa qila olasiz. Ya'ni siz qabul qilindingiz, sizga offer berildi. Siz jarayonlarni sekin-sekin kuzatib borishingiz mumkin. Endi offerma bo'ldik. Offer xatlari haqida ham gapirib o'tay. Uzr, o'sha qolib ketdi. Offer xatlari nechiga bo'linadi? Offer xatlari bu 2 ga bo'linadi. Sizga conditional yokida unconditional letter berishadi universitet. Hamma hujjatlarni, o'sha men aytgan hujjatlarni topshirib, universitet talablarini bajarib, hujjatlaringizni yuklaganingizdan keyin ko'p universitetlar 5 kundan, qarang, 3 kundan 1 oygacha muddatda sizga qabul qilindingiz yokida sizga reject qilindingiz, ya'ni accepted or not accepted sifatida xat beradi. Ya'ni siz xatni olganingizdan keyin xat nechiga bo'linadi? Xat 2 ga bo'linadi. Birinchi xatingiz unconditional letter, ikkinchi xatingiz conditional letter. Conditional letter nima? Conditional letter bu sizni shartli qabul qilish. Shartli qabul deb barchamiz bilamizki, o'z-o'zidan nom aytib turibdi, shartli qabul qiladi. Ya'ni sizni ma'lum bir til sertifikatingizda biroz kamchilik bor. Til sertifikatingiz muddati ozroq o'tgan, lekin siz til sertifikatingizni muddati o'tmasdan oldin topshiryapsiz. Sizga conditional letter beradi. Ya'ni keyingi yangi sertifikatingni olguncha senga ozroq vaqt beramiz. Sen uni olib, faqat o'sha yangilab sertifikatingni bizga yuklab berasan, lekin seni biz qabul qildik universitetga. Sen universitetdagi ba'zi bir narsalar bilan tanishib turishing mumkin. Yokida ko'pchiligimiz bakalavriatda o'qiymiz, magistraturaga topshirish jarayonlarida biz hali diplom olmagan bo'lamiz. Bunda farangiz nima qilamiz degan savol tug'iladi. Siz bunda men aytgan tepadagi CV, personal statementingizni, tavsiyanomangizni va universitet talab qilgan boshqa xatlarni tayyorlab qo'yasizda, universitet diplomisiz uni o'zingiz upload qilasiz, ya'ni joylaysiz. Joylaganingizdan keyin sizga nima beriladi? Ma'lum bir shartli qabul qilinadi, ya'ni diplomingizni shu sanadan shu sanagacha siz joylashingiz kerak. Yokida til sertifikatingiz yo'q bo'lsa, til sertifikati yo'qlar ham unaqa biz topshira olmaskanmiz, mana IELTSim yo'q degan narsani xayolingizdan chiqarib tashlang. Sizni ham agar til sertifikatingizda ozroq muammo bo'lsa, til sertifikatidan topshirishingizdan oldin ham hujjatlaringizni universitetga topshirib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni siz kutib turmang, IELTS olsam keyin chetga topshiraman yokida diplom olsam keyin topshiraman. Harakatni hozirdan boshlang. Ya'ni universitet qidirib, hujjatlaringizni taxlab, universitet sizga har qanaqasiga imkon beradi. Ya'ni sizni hujjatlaringizni kutib turadi.
ya'ni qachon til sertifikatini olib bo'lishingizni yokida diplom olishingizni kutib turishi mumkin. Universitet sizga mana shunaqa imkoniyatlar yaratadi. Endi unconditional letter haqida gaplashamiz. Unconditional letter bu nima? Unconditional letter bu sizni hech qanaqa shart qo'ymasdan qabul qilish. Bunda sizning CV'ngizda ham, personal statementingizda va o'qituvchilaringizning tavsifnomalarida ham, IELTS sertifikati, diplomingizda ham muammo bo'lmagan xat bo'ladi. Ya'ni siz hamma hujjatlaringizni topshirasiz, ular ko'rib chiqishib, sizda muammosiz ekanini ko'rib, sizga unconditional letter berishadi. Bu shartsiz qabul degani. Siz bunda nima qilasiz? El-yurt umidiga to'g'ridan-to'g'ri bu xatingizni topshirib qatnashishingiz ham mumkin, yokida o'zingizni moliyaviy tomondan imkoniyatingiz yetsa, el-yurt umidini kutib turmasdan ham o'zingiz kelib bemalol kontraktni to'lab o'qishingiz mumkin. Endi tushunarsiz joyi bo'lsa, aytib o'tib ketsangiz, men yana o'sha joylarida sizga to'xtalib javob berib o'taman va keyingi mavzuga o'tib ketamiz. El-yurt umidigacha bo'ladigan jarayonlar sizga tushunarli bo'ldimi? Tushunarli bo'ldimi? Kommentlarda izohlaringizni qoldiring. Men Okay. Demak, qabulgacha bo'lgan jarayonlar shu bosqichlarni o'ziga qamrab olar ekan. Endi biz hujjatlarimizni olib bo'ldik El-yurt umidi jamg'armasi uchun. Kerakli bizda offer xatlari bor. Ya'ni bizni top 300 talik universitetlarga kirganligimiz tasdiqlaydigan qo'limizda hujjatimiz bor. Bu offer deb ataladi. Endi buni olib bo'lganimizdan keyin biz nima qilamiz? Biz El-yurt umidi jamg'armasining rasmiy sahifasini kuzatib turamiz. El-yurt umidi Foundation degan rasmiy kanal bor. Hozir men kanal linkini sizga tashlab yuboraman. Bu kanal linkini sizga maslahat berardim. Kuzatib turishingizni. Demak, tanlov haqida, tanlovdagi yangiliklar haqida bu kanaldan siz ma'lumotlar olib borasiz. Yokida El-yurt umidi jamg'armasining maxsus veb-sayti orqali siz tanlov haqida ma'lumotlar olishingiz mumkin. Demak, buni kuzatib turamiz. Buni kuzatib turish jarayonida biz shunchaki kuzatib yokida bo'lyaptimi, yo'qmi deb emas. Biz o'zimizni El-yurt umidi jamg'armasi stipendianti bo'lish uchun tayyorlab boramiz bu jarayonda. Demak, offer olib bo'ldik. Endigi jarayon El-yurt umidi jamg'armasiga tayyorlanish bilan boshlanadi. El-yurt umidi jamg'armasiga tayyorlanish, hozir bir daqiqa. El-yurt umidi jamg'armasiga tayyorgarlik ko'rishda maxsus qo'llanma mavjud, ya'ni El-yurt umidi jamg'armasining nizomi. Sizga aytmoqchi bo'lgan gapim, har bitta tanlov yokida har bitta joyga topshirishda albatta uning nizom shartlari bo'ladi. Ya'ni sizga belgilangan tartibda siz o'sha ishlarni qilsangiz, tanlov stipendianti bo'lasiz yokida qaysidir bir tashkilotning a'zosi sifatida faoliyat yuritishingiz mumkin. Bu nima degani? Hozir men sizga El-yurt umidini yangilangan nizomini tashlab beraman va bu nizom orqali siz nima deydi, keyingi qadamlaringizni aniqlashingiz mumkin. Hozir ozroq vaqt ketadi. Men tayyorlab qo'ygan edim. Bir daqiqa. Ikkita nima qilib ishlayapman. Uzr so'rayman bu uchun. Ungacha agar qanaqadir savollar tug'ilgan bo'lsa, yozib ketaveringlar, chunki oxirida savol-javob qismi bo'ladi. O'shanda sizlarning ham savolinglarga albatta javob beriladi. Demak, El-yurt umidi jamg'armasini yangi nizomini tanishishingiz mumkin. Quyida men nizomni kanalga tashlab qo'ydim.
Demak, bu tanlovda siz nimalarni qilishingiz kerak bo'ladi? Demak, nizomni ochasizda, nizom bilan sekin-sekin tanishishni boshlaysiz. Nizomni ochganingizda, nizomda shunaqa joy bo'ladi, ya'ni siz el-yurt umidi stipendianti bo'lishingiz uchun qadamlarni sizga tushuntirib bergan, ya'ni nima ishda nima qilishingiz kerak bo'ladi. Hozir biz bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha boshlaymiz. Bakalavriat ta'lim yo'nalishidagilar nima qilish kerak bo'ladi? Demak, siz til darajangizni kamida B2 darajada qilishingiz kerak. Ya'ni B2 darajada til sertifikati, C1 sertifikati bo'lishi mumkin yoki-da IELTS sertifikati 6 va undan yuqori bo'lishi mumkin. Hozirgi qo'yilgan talab IELTSga 6 dan yuqori bo'lishligi. Yoki-da TOEFLni 90+ qilib olishingiz kerak bo'ladi. IELTS bu el-yurt uchun. SAT muhimmi? SAT muhimmi? SAT muhim qachonki sizning yo'nalishingiz ta'lim bo'lmasa. Ya'ni siz matematika, amaliy sohalar bo'yicha topshirsangiz SAT muhim. Bu 1300 balldan kam bo'lmasligi kerak deyiladi shart bo'yicha. Maktab baholari bu sizda asosiy mezon hisoblanadi. Maktab baholari attestatsiyaga baholar maksimal darajada bo'lishi kerak. Ya'ni JIPA hisoblanadi. Maktabingizdagi olgan attestatsiyangizda ham hozir JIPA ko'rsatilayotgan bo'lishi kerak. Ya'ni JIPA 80 dan baland bo'lishi kerak. Undan keyin siz bakalavriat yo'nalishiga yo'nalishni va yo'nalishni aniqlab oldingiz, qaysi joyga ketaman, nimalar qilaman. Demak, asosiy bitta davlatni tanlab, shu yo'nalishga mos hujjatlar tayyorladingiz va el-yurt umidi jamg'armasiga hujjatlar tayyorlash jarayonida siz maktab baholari ko'rsatilgan attestatsiyangizni, motivatsion xatingizni va obyektivkangizni joylash kerak bo'ladi. Obyektivka CVdan biroz farq qiladi. Ya'ni obyektivka bu O'zbekistonda ma'lum bir ishga yoki o'qishga hujjatlarimizni topshirayotgandagi bizni shaxsimizni ko'rsatib beradigan hujjat hisoblanadi. Shu sababli siz ularni tahlab, el-yurt umidi jamg'armasi hujjatlarni topshirish jarayonidagi tartibiga binoan hujjatlarni birin-ketin topshirib boshlaysiz. Magistrlar nima qiladi? Magistrlar ham xuddi shunaqa, faqat ularda bitta tarafi bor. Hozirgi tanlovni shartlariga ko'ra siz 22 yoshdan yuqori bo'lishingiz kerak. Ya'ni magistratura uchun 22 ga kirgan bo'lishingiz kerak. Avval 22 ga kirmaganlar el-yurt umidiga qatnasha olishardi. Hozirgi tanlov shartlariga ko'ra siz 22 ga kirgan bo'lishingiz kerak. Agarda siz 22 ga kirmagan bo'lsangiz, qo'lingizda ikkita offeringiz turibdi yoki-da nechtadir universitetlardan qabul xatingiz bor, lekin siz 22 ga kirmagansiz. Nima qilasiz? Kutasiz. Ikkinchi, bu talabi davlat yoki-da nodavlat tashkilotlari bo'lishidan qat'iy nazar sizdan staj talab qilinadi. Staj nima? Staj bu ish staji mygov.uz saytida sizni kerakli ma'lumotlaringiz turadi. Ya'ni qaysi vaqtda siz davlat universitetiga o'qishga kirgansiz, nimalar bilan shug'ullangansiz, ya'ni mehnat shartnomasida ko'rsatiladigan ma'lum bir muddat. Eng kamida sizdan eng kamida deb aytmay, 12 oylik, ya'ni 1 yillik mehnat staji talab qilinadi. Eng kamida 12 oylik, eng ko'pida undan ko'p bo'lishi mumkin. Ya'ni oramizda bakalavr o'qib, magistraturaga harakat qilayotgan yoshlar bo'lsa, ya'ni siz 3-kurssiz yoki-da 2-kurssiz, sizga asosiy yo'nalish nima? Offerlarni qabul qilib oling universitetlardan va ma'lum bir yo'nalishda ishlashni boshlang. Ya'ni sizga mehnat shartnomasi tuziladigan va u mehnat shartnomasi sifatida sizni stajingiz MyGovda ko'rinadigan tashkilotlarda ishlang. Bu qanaqa tashkilotlar bo'lishi mumkin? Bu maktab, bog'cha yoki-da boshqa o'quv markazlari ham staj beradigan o'quv markazlari mavjud. O'sha joylarda ishlashni boshlang. Keyin yana bitta sirni aytaman. Bilmadim bu qanchalik to'g'ri yoki-da qanchalik noto'g'ri. Sizdan aynan sohangiz bo'yicha ishlaganingiz yoki-da ishlamaгаningizni tekshirishmaydi. Ya'ni siz davlat tashkilotida o'sha
ish stajingizni ko'rsatib beradigan hujjat taqdim etsangiz bo'ldi. Ya'ni xohlang siz bog'chada ishlang, xohlang maktabda ishlang, xohlang nima qiling, xohlang administratsiyada administrator bo'lib ishlang, xohlang marketing bo'limida ishlang. Yana bitta narsa aytib o'taman, yigitlarimizga ham taalluqli bo'lishi mumkin bu. To'g'risini aytsam, ishni uyat tarafi bo'lmaydi. Siz 3 oy yoki 2 oy mobaynida qaysidir davlat tashkilotida ma'lum bir lavozimlarni bajargan bo'lishingiz mumkin. Misol uchun, kotib bo'lishingiz mumkin yoki kotiba sifatida ishlashingiz mumkin. Kutubxonada kutubxonachi bo'lib ishlashingiz mumkin. Yoki ma'lum bir bog'cha yoki korxonalarni qorovullik lavozimlarida talabalarda ham ishlab, ham o'qib, ham stajni ketkazish bu biroz qiyinroq masala. Shuning uchun shu jarayonlarda ham ishlab, stajingizni ko'rsatadigan hujjat taqdim etsangiz bo'ladi. Ya'ni sizdan so'rashi mumkin, nimaga san bunaqa ishda ishlagansan deb. Siz javob berishingiz kerak, ya'ni o'zingizni shuni isbotlab berishingiz kerak. Men kunduzgi ta'limda o'qiganman va o'qishdan keyingi vaqtimni ta'limga, ya'ni bilim olishimga kurslarga borganman va bo'sh vaqtimda shu ishda ishlaganman. Iloji boricha harakat qiling sohangizda ishlashga. Judayam iloji bo'lmay qolsa, mana shunaqa ishlarda ishlab, stajda davom etishni tavsiya qilaman. Bu sizga nimaga yordam beradi? Yildan yutqazmasligingizga yordam beradi. Ya'ni diplomni olib, yana 12 oy ishlab, kutib yurganda, siz 3-kurssiz yoki 2-kursni tugatyapsiz, hozirdan ishlashni boshlang. Ish, tajriba, amaliyot bu sizga juda katta eshiklarni ochadi. Hech qachon amaliyotchi bo'lib ishlashdan qo'rqmang. Yoki ozgina oylikka bo'lsa ham talabasiz, ozgina oylik beraman, shunaqa vaziyat bo'lyapti deydi. O'rganish uchun ishlang. Chunki u davr pul topish uchun emas, o'rganish uchun ishlaydigan davr hisoblanadi. Men ham ishlaganman, talabalik davrimda 2-kursligimdan ishlaganman toki 4-kursimni tugatgunimcha. Oylikga keladigan bo'lsak, oyliklar albatta studentga katta darajada bo'lmaydi, lekin bu sizni tajriba o'rganishingizni to'xtatib qolish kerak degani emas. Shunaqa. Endi keyingi narsa bu universitet reytingi. Siz tanlagan universitetingizni hozir men gruppaga yuborib qo'yaman. Magistrlar mana shu yo'nalish, mana shu bo'yicha ko'rib chiqishlari shart bo'ladi. Tanlagan universitet The Higher Education ratingida topda turishi kerak bo'ladi. Top 300 talikka kirishi shart. Top 300 talikdan chiqib ketgan bo'lsa, el-yurt umidi yutishingiz biroz qiyinlashadi. Sizga yana bitta keyfishkasini aytib o'tib ketaman. Tanlaydigan universitetingiz top 100 talikka kirishi bu sizga katta imkoniyatlar berishi mumkin. Endi tanlagan universitetingiz top 100 ga kirishi va professorlaringizning darajasi yuqori bo'lishi el-yurt umidi stipendiyatini yutishingizga nima deydi, katta imkon beradimi? El-yurt umidi jamg'armasini yutishingizga katta imkoniyat bermasligi mumkindir, lekin O'zbekistonda sohangiz bo'yicha faoliyat yuritishingizga katta eshiklarni ochadi. Shu narsani yodingizdan chiqarmang. Endi universitet joylashgan davlat muhim emas, lekin hozir ustuvorlikda bizda 3 ta davlat, ya'ni 3 ta davlat ko'p, 3 ta emas, 4 ta desam to'g'riroq bo'lar ekan. Bu Germaniya, AQSh, Buyuk Britaniya va Avstraliya. Undan tashqari boshqa Yevropa davlatlarida ham o'qishingiz mumkin. O'zingizning sohangiz bo'yicha qaysi universitet zo'r bo'lsa, o'sha universitetni ham tanlashingiz mumkin. Bu muammo emas. Endi universitetdagi o'rtacha baho el-yurtda ham qaraladi. Shuni esingizdan chiqarmang. Bu eng kamida 80 va 100 o'rtalig'ida bo'lishi kerak. Diplom balli hisoblanadi bu. Endi ilmiy maqolalar kerakmi? To'g'risini aytsam, meni akademik backgroundim uncha kuchli bo'lmagan. Ya'ni men universitetda ko'p ilmiy maqola yozmaganman, qilmaganman yoki volontyorlik qilmaganman. Lekin tavsiya beraman. Sizni imkoniyatingiz, o'qituvchilaringiz bo'yicha potensialingiz bormi? Ilmiy maqola ustunlik berishi mumkin, lekin bu ilmiy maqolasi yo'q degani tanlovda qatnasha olmaydi degani emas, yoki volontyor emas degani tanlovda sen qatnasha olmaysan degani emas. Shu taraflarga ham e'tiborli bo'ling. Endi
Yo'nalish bo'yicha bilim bu eng muhimi. Yo'nalish bo'yicha bilim, boya aytib o'tdim, universitet tanlayotganingizda siz professorlarni o'sha borayotgan yo'nalishingizdagi nimam dolzarb mavzu ketayotganligini siz avvaldan o'rganib qo'yganingiz, mana o'sha o'rgangan bilimimiz mana shu joyda asqotadi. Va intervyu va testlarda isbotlab berish talab qilinadi. Nimani isbotlab beramiz? Siz bilimingizni isbotlab berishingiz kerak bo'ladi. O'zingizni shaxs sifatida qanaqa bilimga egaligingizni ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni nimalarga ahamiyat berishimiz kerak bu joyda. Hozir men buni sizga sekin-sekin tushuntirib o'tib ketaman. El-yurt umidi jarayoni bu shunchaki hujjatlarni topshirish va davlatdan katta bir miqdorda pul olib, grant yutib Angliyaga o'qishga ketish degani emas. To'liq strategiya bu juda ham muhim. Ya'ni sizda kuchli shaxsiy qadriyatlarga asoslangan bilim bo'lishi kerak bo'ladi. Bir daqiqa vaqt bera olasizmi? Davom etardik. Hozir savollaringiz bo'lsa yozib turing. Demak, boshladik. Uzr so'rayman. Demak, shaxsiy bilimingizni rivojlantirib boring. Qayerda bo'lsa ham bu sizga juda ham katta asqotadigan narsa. Ko'proq kitob o'qing, dunyoqarashingizni o'zgartiring. Hamma aytadi, kitob o'qish kerak va uni qanday qo'llash kerak. El-yurt umidi jamg'armasini yutish uchun sizda kuchli qadriyat, ilm va o'zingizni sohangiz bo'yicha yetarlicha ko'nikmalar va kuchli akademik background bo'lishi kerak. Ya'ni maktabda olgan bilimlaringiz bu yerda asqotadi. El-yurt umidi jamg'armasini yutadigan insonlar bu siz o'ylagandek to'g'ri, menda ham bo'lgan. Birinchi boshda wunderkind deb o'ylaganman ularni. Ya'ni juda ham aqlli, men ularga yeta olmasam kerak, ular o'ta darajada daho deb o'ylaganman. Lekin shu narsani yodingizda tuting. To'g'ri, ularning hammasi ham ilmli insonlar. Ya'ni hamma yutganlarda ham ma'lum bir darajada o'ziga xos xususiyatlar mavjud. Men ularni hozir pastga urib tashlamoqchi emasman. Men o'zim juda ham tan beradigan El-yurt umidi jamg'armasi stipendiyatlari mavjud. Ularni hozir ham kuzatib boraman, chunki men ham ularga havas qilib shu darajaga kelganman. Siz nima qiling? Asosiy bitta maslahat berib o'tib ketaman. El-yurt umidi jamg'armasi haqida siz ma'lumotlarni qidiring. Ya'ni kimlar El-yurt umidini yutgan va ularning xatolari qanaqa? Ya'ni inson qachon o'rganadi? Qachonki xato qilgan insonning xatosini to'g'rilab, o'ziga moslab, nima deydi, akademik backgroundida yoki kelajagida, karyerasida o'sha xatolarni qilmasdan siz manzilga tez yetishingiz mumkin. Google ochasiz, internet ochasiz, YouTube'ga kirasiz. YouTube'ga kirganingizda El-yurt umidi deb yozasiz. Bilasizmi, 2023-yil men qizil pasport tayyorlab boshlaganman. Ya'ni El-yurt umidi jamg'armasiga hujjat topshirish uchun, chet elga ketish uchun vaqtim menda hech nima yo'q edi. Men shunday YouTube ochganman-da, bir boshidan El-yurt umidi jamg'armasi yutganlarni intervyusini bitta ham qoldirmasdan ko'rib chiqaman. Hozir men sizga o'sha intervyular bo'lgan top kanallarni beraman. Bu kanallarda siz ularni tajribalarini o'rganasiz va El-yurt umidi haqida o'zingizga kerakli xulosalarni chiqarib olasiz. Mana bu birinchi linkda siz Javohir aka Ahmedov va El-yurt umidi stipendiyani sohibi, ya'ni University of Edinburgh talabasi Sirojiddin Olimov bilan bo'lgan suhbatni ko'rishingiz mumkin. Bu meni ko'rgan birinchi intervyuim edi. Men buni ko'rganimdan keyin Sirojiddin aka Olimov qanaqa insonlar, Sirojiddin aka Olimov nimalar qilganlar va ular qanaqa bilimlarni olganlarki El-yurt umidi stipendiyati bo'lganlar va undan keyin nima ishlarni amalga oshirganlar, shuni o'rganishni boshlaganman. Ya'ni Sirojiddin Olimovni to'g'ridan-to'g'ri kuzatishni boshlaganman. Keyingi suhbat esa Javohir aka Ahmedov va Umidjon Ishmuhamedov bilan bo'lgan suhbat. Bu Millat umidi universiteti rahbari hisoblanadi. Keyingi suhbat bu top maslahatlar, bu El-yurt umidi jamg'armasi tomonidan tashkil etilgan ma'lumotlar asosida tashkil qilingan. Keyingi
suhbat ham xuddi El-yurt umidi jamg'armasiga bog'liq suhbatlar. Ko'p stipendiyantlar nimalar chiqarishgan, o'zlari volontyor sifatida intervyular chiqarishgan, YouTube'ga videolar qo'yishgan, kanallar, bloglar yuritishadi. Shulardagi hamma xatoni olib, note taking qilib boring. Note taking qilib borishingiz eng kerakli narsa bo'ladi. Mana hozir daftarim bor. Daftarimda men hammasini note taking qilib chiqqanman. Ya'ni nima qilaman, nima qilmasligim kerak. Sizda asosiy qiladigan ishingiz bu o'sha xatolarni qilmaslik va ular maslahat bergan narsalarni o'zingizda shakllantirish. Endi qabul qachon ochiladi degan savol tug'iladi. Qabul bu 1 yilda 2 marta ochiladi. Siz tanlovni birinchi hujjat topshirish bosqichiga o'zingizni hujjatlaringizni topshirib boshlaysiz. Ungacha bo'lgan jarayonda siz mana shu videolar orqali ko'rib boshlang. Keyin test bo'ladi. Ikkinchi bosqich bu El-yurt qarang, qilishib ketdim. El-yurt umidi jamg'armasiga birinchi hujjat topshirasiz. Ikkinchi hujjatlaringiz qabul qilinganligi haqida sizga emaildan xabar bergandan keyin siz testga o'tasiz. Test bu qanaqa bo'ladi? Test bu bakalavrlar uchun tahliliy fikrlash va IQ 40 ta 20 ta 40 ta savol. Magistrlar uchun 20 ta tahliliy va 20 ta ilmiy metodologik asoslarga ega bo'lgan test hisoblanadi. Hozir men sizga testni nizomini tashlab beraman. Biz hujjatlarni topshirib bo'ldik va bundan keyin testga o'tamiz. Testga siz qabul qiliningiz sifatida sizga xabar beradi. Siz esa testlarga tayyorlanishni boshlaysiz. Testda nimaga ahamiyat berishingiz kerak? Testda ochingda birinchi yo'nalishingiz bo'yicha nimalar talab etilishini ko'rib chiqing, ya'ni yozing. Mendan tahliliy fikrlash bo'yicha 20 ta savol so'ralar ekan, ilmiy metod tadqiqot olib borish bo'yicha 20 ta savol so'ralar ekan. U nimaga asoslanar ekan? Hammasini sizga mana pastida tushuntirib qo'yibdi, ya'ni yo'nalishlar berib qo'yibdi. 1 dan 14 gacha, misol uchun tahliliy fikrlash bo'yicha 1 dan 14 gacha mavzular berib qo'yibdi. O'sha mavzular doirasida savollar tuziladi. IQda esa nima beriladi? IQda 8 ta bosqich bor. 8 ta bosqichdagi savollar sizga tashlab beriladi. O'sha savollarni siz o'sha bo'yicha tayyorlansangiz, El-yurt testida baland-ball olib chiqishingiz osonroq bo'ladi. Ilmiy tadqiqot olib borish kompetensiyasi bu doktorantlar va magistrlar uchun nima deydi? Bir xil mavzuda bo'ladi. Ya'ni doktorantlar uchun ham, magistrlar uchun ham siz ilmiy tadqiqot olib borish bo'yicha bilimga ega bo'lishingiz kerak. Nimagaki bu yerda siz tadqiqot olib borasiz, o'zingizning sohangiz bo'yicha research qilasiz. Ya'ni PhD ishi, dissertatsiya, shunga o'xshagan ishlar qilasiz. Shu uchun ham ilmiy tadqiqot bu muhim hisoblanadi. Nega El-yurt umidi testida bor desangiz, kelajak, ya'ni chet elda o'qisangiz, xudo xohlasa, siz researcher bo'lib ishlashingizni bu juda ham asqotadigan bilimlar. Shu uchun El-yurt umidi sizni bo'lishi mumkin. Nima deydi? O'ylashingiz mumkin, bu shunchaki tanlov. Yo'q, bu shunchaki tanlov emas. Bu haqiqatan ham o'sha talabani chet elga yuborishga tayyorlaydigan dastur. Ya'ni sizni tayyor qilib, ular pulni berib jo'natishadi o'qishga. Va ilmiy tadqiqot olib borish bo'yicha 6 ta mavzu bor. Ya'ni ilmiy tadqiqot metodlaridan tortib, ilmiy tadqiqot va axborot texnologiyalarigacha. Siz o'shandagi muhim key pointlarni o'zingiz uchun bilib oling va pastida baholash mezoni tushuntirilgan. Agar belgilangan javoblaringiz to'g'ri bo'lsa, har bitta savol uchun 2,5 ball, noto'g'ri bo'lsa 0 balldan olasiz. 60 daqiqani tashkil etadi bu yilgi tanlov bo'yicha va shu narsa ham naqaki, sizni 40 ta savoldan 61 ball olishingiz tavsiya etiladi. Ya'ni siz 61 balldan testdan 61 yoki undan yuqori ball oldingizmi, siz El-yurt umidi jamg'armasi suhbatiga
o'tgan hisoblanasiz. Avval bu sal boshqacharoq edi. Ya'ni har bitta soha bo'yicha siz kutardingiz, necha ball olib, nimalar bo'lishi yokida qaysi o'rinlarga qarab testni javobi chiqishini. To'g'risini esa men kutganman. Menda jarayon qanaqa bo'lgan? Ya'ni biz topshirib chiqqanmiz va sohamiz bo'yicha qaysi balli olganlar o'tadi yokida qaysi balli olmaganlar o'tmaydi degan savol bo'lgan. Shu uchun bizadan kutish talab etilgan. O'ylaymanki, bu tanlov jarayonlarida hozir kutishga ozroq cheklovlar qo'ygan. Ya'ni 60 daqiqada test bajarasiz. 61 dan baland oldingizmi, to'pingizni osmonga otib suhbatga tayyorlanib boshlang. Endi o'sha test haqida tashlagan faylimni eng oxirida sizga talabgorlar uchun tavsiya etilgan adabiyotlar ro'yxati berilgan. Bu adabiyotlar sizga El-yurt umidida tuziladigan savollarni shu kitoblardan olish haqidagi qo'llanma. Internet saytlarini ham kiritishibdi bu yilgi tanlovda. Biz vaqtimiz bular yo'q edi, adashmasam. Siz o'sha saytlarga kirib, kerakli savollarni tayyorlanib, testga o'zingizni bilimingizni ko'tarib borsangiz bo'ladi. Endi sizda test jarayoni tushunarli bo'ldimi? Test haqida qanday savolingiz bor? Yozib keting. Keyingi jarayonga o'tishdan oldin biz buni aniqlab olamiz. Aniqlashtirib keyingi bosqichga o'tamiz. Savollar test bo'yicha. Siz yozib qoldiravering. Men suhbat haqida ham gapirishni boshlayman. Suhbat jarayoni qanday bo'ladi? Suhbat jarayoni testdan o'tgan nomzodlarni kanalda e'lon qilgandan keyin suhbat sanalarini ham e'lon qilishadi. 2024-yilgacha bo'lgan tanlovlarda suhbat bosqichi testdan bir 20-15 kundan keyin bo'lgan. Lekin hozirgi tanlov jarayonlari test suhbat jarayonlari 20 kungacha cho'zilgan, lekin hozir bu davr qisqargan. Ya'ni bu davrda siz tayyorgarlikni qattiq ko'rishingiz kerak bo'ladi, chunki jarayon o'ta tezlashtirilgan. Ya'ni bir bosqichdan bir bosqichga tayyorlanganingizcha sizdan juda katta vaqt kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun men nima uchun boya aytib o'tdim, 6 oy oldin harakatni boshlang yoki 1 yil oldin boshlang. Siz o'zingizga baza shakllantirishingizga yetarlicha vaqt bo'ladi. Endi suhbatda nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? Suhbatda nimalarga ahamiyat berishingiz kerakligi nizomda sizga aniq va tiniq shaklda tushuntirib berilgan. Suhbat qanday baholanadi, uni nima bilan tekshirishimiz kerak? Hozir suhbat bo'yicha ham men fayl tashlab yuboraman. Uni ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Sizga hozir tashlagan faylimda biz suhbat haqida gaplashamiz. Suhbatda ozgina charchab qoldim, chunki tez gapiryapman. Sekinlashib qolganim uchun uzr so'rayman. Suhbat bosqichi ikkita jarayondan tashkil etadi. Ya'ni birinchi sizning ma'naviy qadriyatlaringiz, O'zbekiston tarixi, O'zbekiston haqida nimalarni bilasiz, shular tekshirilsa, ikkinchisi bu sohaga oid bilimlarni tekshirish bo'ladi. Suhbat bu 100 ballgacha baholanadigan jarayon. Nomzodlarni ona vatanga bo'lgan mehr-muhabbati va o'zining sog'lom dunyoqarashi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni anglab yetganlik darajasi bo'yicha ma'lum bir savollar beriladi. Siz bu savollarga 30 ballgacha ball olishingiz mumkin. Ikkinchisi bu nomzodning xorijda olishdan ko'zlagan maqsad va ta'lim olishni tugatgandan keyin bilimlarini O'zbekistonda qo'llash imkoniyati. Bu esa 30 ballgacha baholanadi. Keyingisi esa nomzodni tanlagan mutaxassisligi bo'yicha nazariy bilimlari va amaliy ko'nikmalariga asoslangan bo'ladi. Bu ham 1 balldan 40 ballgacha baholanadi. Maksimum ball bu 100 ball hisoblanadi. 2024-yilgi tanlovlarda qanday bo'lgan, 25-yilgi tanlovlarda qanday bo'lyapti? 2025-yilgi tanlovlarda bilamiz, El-yurt umidi jamg'armasi
sostavi o'zgargan. Ya'ni akademik ijrochi direktor o'rinbosari avval Javohir aka edilar, hozir ular o'zgarganlar. Ya'ni Adham Sharipovichni o'rnlariga Gulnazar Ismoilova bo'lganlar. Ularni hozir O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan yuklangan vazifalar va shunga qarab yangi nizomlar ishlab chiqilgan. Shu nizomlarni yaxshilab tanishib chiqishingizni tavsiya beraman, chunki hozirgi tanlovlarda sizni qanchalik stressga chidamlilik darajangizni ko'rsatib beradigan savollar beriladi. Ya'ni bu yilgi tanlovga qatnashganlar bilan gaplashib ko'rganimizda biz shu narsani aniqladik, ya'ni bildikki, sizni stressga qanchalik chidamli ekaningiz, o'z maqsadlaringizda qanchalik tura bilishingiz, kuchli shaxsiyat egasi ekanligingizni aniqlashga qaratilgan savollar ko'p bo'ladi. Tavsiya berardim, El-yurt umid jamg'armasiga suhbatga qatnashadigan, suhbatgacha yetib boradigan insonlar YouTubedan Gulnazar Ismoilovani avvaldan ko'rib borsinlar, ya'ni videolarni ko'rib borsinlar, ya'ni ular kim, qanaqa suhbat qiladilar, insonlar bilan qanaqa gaplashadilar. Menda o'zim uchun ishlagan bunaqa metod deydimi, o'zim uchun ishlagan usul bu. Bizda vaqtda Javohir aka Ahmedov edilar, suhbatda olib boradigan insonlar. Man magistr bo'lganim uchun suhbatxonasida Javohir aka o'tirganlar. Men Javohir aka bilan bo'lgan intervyularni avvaldan ko'rib borganim uchun Javohir akani qanaqa insonligi va suhbatda qanaqa nima deydi, ularni suhbatda qanaqa qilib ular bilan gaplashish, ya'ni xayolimda birinchi o'ylaganman. Ya'ni Javohir aka qanaqa insonlar, qanaqa suhbatlashishim kerak. Men o'zimni Javohir aka bilan suhbatga tayyorlab borganman. Ya'ni siz ham xuddi shunaqa qiling, o'zingizni yo'qotib qo'ymasligingiz uchun. Bilamiz, hammamiz ham insonmiz, hammamizda qo'rquv bo'ladi. Bu tabiiy jarayon, lekin siz avvaldan ko'rmagan insoningizni birinchi marta ko'rganingizda qo'rqasiz, uning bilan qanaqa gaplashishni bilmaysiz. Lekin sizda o'sha inson bilan bo'ladigan suhbatlarni ko'rib, ularni qadriyatlari, ularni qanaqa dunyoqarashga ega ekanligini, ularni yo'nalishlarini bilib olib, ularni yaxshi tanib, keyin suhbatga kirganingizdan keyin sizda o'sha qo'rquv ozroq kamayadi va bu fikrlaringizni erkin gapirib ko'rsatib berishga kalit bo'lib xizmat qiladi. Ko'p stipendiyatlar shu narsani aytib o'tmoqchiman, xatoga yo'l qo'yishadi. Ya'ni ular nima qilishadi? Ularda bilim bo'ladi, ularda background juda kuchli bo'ladi, ularda yetkazib berish, ya'ni o'sha insonni ko'rganda birinchi berilgan savoldan o'zini yo'qotib qo'yish paydo bo'ladi. Chunki bu katta tanlov, sizga kamera qarab turgan bo'ladi, yoningizda 10-15 kishilik hakamlar hay'ati. Bu tabiiy holat. Hakamlar hay'ati ham oddiy jamoa emas. Bu oliy ta'lim tashkilotlarida ishlaydiganlar, vazirlikda ishlaydiganlar. Bu man degan insonni ham dovdiratib qo'yadigan holat. Shu uchun siz hakamlar hay'ati bilan birinchi tanishib olingda, ularni videolarini ko'ring, ularni qilgan ishlarini ko'ring, ular o'qigan kitoblarni, fikrlarni ko'rib chiqing. Ko'pchiligi kanal yuritadi, kanallarni ko'ring. Yokida televideniye kanallariga bergan intervyular bilan tanishib chiqing. Bu sizdagi qo'rquvni biroz kamaytiradi va ichingizdagi bu bilimlaringizni erkin chiqarib berishingizga bitta kalit sifatida xizmat qiladi. Menda yana nima qoldi? Suhbat haqida gaplashdik. Suhbatni balli maksimal 100 ball. Agarda siz 61 balldan suhbatdan ham baland ball to'plasangiz, sizda umid bo'lishi mumkin tanlovda yutishingiz bo'yicha. Tanlov nimaga qarab yutmasligingiz aniqlanadi. Bu sizga o'sha yilga ajratilgan kvotalar soniga qarab, ya'ni kvota qancha sizni sohangizga ajratilgan va o'sha soha bo'yicha ular sizni saralab kvotaga mos insonlarni jo'natishadi. Hozir tashlayotgan fayllarim bu Prep 2025-yil kanali. Bu kanal haqida ko'pchilik eshitgan bo'lishi ham mumkin. Bitta narsani aytib o'tmoqchiman. To'g'ri, kanaliga suyanish kerak. Yokida ularning xizmatlaridan foydalaning demayman, lekin bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Faqat informatsiya olish uchun, o'zingizni rivojlantirish uchungina o'rganing. Men El-yurt umidi stipendiyasini
o'zimni o'sha to hujjat tayyorlashdan yutishgacha bo'lgan jarayonimda hech qanaqa mablag' sarflamasdan El-yurt umidini qo'lga kiritganman. Bunda menga o'sha nizomlar bilan to'liq tanishib chiqish va o'sha menda nima bor plus qo'yib chiqaman, menda nima yo'q minus qo'yib chiqaman va o'sha minuslarni bitta plyusga aylantirib menda tanlovda g'olib bo'lish imkoniyati bo'lgan. Ya'ni tanlov vaqti bizda judayam ta'limda inson konkurensiya judayam ko'p bo'lardi. Men 86 ball bilan suhbatdan o'tib El-yurt umidi stipendiyasiga aylanganman. Shunaqa. Endi o'zimni tajribalarim bilan bo'lishsam, menda suhbat jarayonlari qanaqa bo'lgan? 2024-yil va 2025-yil biroz boshqacharoq, lekin bu eplolmaydi degani emas. O'zim tajribamdan kelib chiqib, men akademik backgroundi juda kuchli qiz emasman. Ya'ni bu nima degani? Ilmiy maqolalarim ko'p chop etilmagan va davlat stipendiyalarini ham olish jarayonam ya'ni bironta ham davlat stipendiyalariga hujjat topshirmaganman. Ya'ni ular bo'yicha ma'lum bir bilimim bo'lmagan. Aytdim-ku sizga boshida ikkinchi kursligimda ishlab boshlaganman. Ya'ni ishlaganimda bor fokusim ishga ketgan, o'qishdagi baholarimni yaxshilashga ketgan. Ilmiy maqola yozish, davlat stipendiyalariga tayyorgarlik ko'rishga menda to'g'risini aytsam o'sha vaqtda vaqt va ko'rsatma ozroq yetarli bo'lmagan. Shu uchun men tanlov jarayonlarida nima bo'ldi? Bir oz nima deydi? Inson nima deydi, harakat keltirib turgan vaqtda sanda bu o'xshamaydi yoki sanda biliming yetarli emas degan narsalar yoki distractionlar bo'ladi. Sizga aytmoqchiman, oramizda oddiy oilada bo'lgan yoki shunaqa yutuqlari ko'p bo'lmagan insonlar ham o'tiribdi. Siz bundan aslo kuyinmang. Ya'ni nima deydi, men eplolmaskanman yoki qo'rqib qolmang yutug'i bor odamlarni ko'rib. Uzr, svet o'chdi. Hozir bir daqiqa. Qo'rqib qolmang va harakatni to'xtatmang. Agar yuragingizda, orzularingizda chet elga o'qishga ketish, o'sha ta'limni ko'rib kelish bo'lsa, bu yo'ldan to'xtamang. Birinchi navbatda o'zingizga ishonch bo'lsin va orzularingizdan chekinmaslik bo'lsin. To'g'risini aytsam, har qanaqa vaziyatda sizga tashqi ta'sirlar beriladi. Bu bekordan bekorga berilmaydi. Ya'ni birinchi navbatda nima muhim? Birinchi navbatda to'g'ri niyat muhim. Niyatingizga yarashasini olasiz. Ikkinchi naqada duo muhim. Uchinchi esa ota-onangizning duosi muhim. To'rtinchi esa o'sha sizga berilgan nizomlarni bitta ko'rib chiqib, o'shalarning shartlarini bajarishingiz muhim bo'ladi va chet elda o'qish uchun o'zingizni tayyorlang. Siz El-yurt umidi stipendianti bo'lib, katta bir pulni sizni kartangizga tashlab berishadi. Siz o'shani olib 1 yil o'zingizni hayotingizga o'zingiz mas'uliyatni oladigan vaqt boshlanadi. Sizga yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Bu narsani hayotda ham, El-yurt umidi stipendiyasini yutishda ham qulog'ingizga qo'yib oling. Hech kim sizga biron nimani qilib berishga majbur emas. Ya'ni o'zingizning hayotingizni javobgarligini o'zingiz bo'yningizga olgan kuningizdan boshlab siz uchun eshiklar ochilish boshlaydi. Ya'ni rivojlanish uchun mas'uliyatni o'zingiz bo'yningizga oling. Sizga nimadir qilib berish ota-onangizning qo'lida emas, o'zingizning qo'lingizda. Shuni ham esingizdan chiqarmang. Men chetga bir qishloqda oddiy maktabda o'qib, o'zim o'sha YouTube videolari orqali, rivojlangan insonlarni ko'rish orqali hozir top universitetda magistraturada o'qiyapman. Bu degani imkonsiz degani emas. Shuni oddiydan chiqarmang. Ko'p El-yurt umidi stipendiyantlarini taniyman. Ularning hammasi ham xuddi shunaqa bilim olishgan, o'rganishgan va o'z maqsadlari yo'lida harakat qilib kelishgan. Men ishonamanki, hozir bu yerda o'tirganlar ham El-yurt umidi stipendiyantlari bo'la oladi. Endi yana bitta gap aytib o'tmoqchi edim. El-yurt umidi stipendiyanti bo'lganingizdan keyin shunaqa hissiyot bo'ladi-da. Bo'ldi, hammasi zo'r bo'ladi endi degan emas. Chunki hammasi endi qarang.
bo'ldi, xavs zo'r bo'ladi degan emas, xavs endi boshlanadi degan. Ya'ni stipendiyani olish bu bitta jarayon bo'lsa, stipendiyani yutganingizdan keyin o'ta katta siz anaqaga kirib kelasiz. Ya'ni nima desam, jang maydoni deydimi, katta bir mm, mas'uliyatli ishlarni amalga oshirish maydoniga kirib kelasiz. Endi sizni bo'yningizda mas'uliyat bor. Bilim olishingiz, o'zingiz eplashingiz, vatanga yorug' yuz bilan qaytishingiz, undan tashqari ma'lum bir ishlarni bajarishingiz, nima qilaman, nima rejalar, bu ustida ham ishlashingiz kerak bo'ladi. U uchun esa siz har kuni tinmasdan kitob o'qing, o'zingizni rivojlantiring, g'oyalar ustida ishlang, sohalaringizni aniqlashtirib oling. Ko'p do'stlar orttiring, O'zbekistonni taniting. Meni sizlarga beradigan top 3 ta maslahatim. Bu o'rganishdan hech qachon to'xtamang. Ikkinchisi, so'rashdan hech qachon uyalmang. Uchinchisi, xato qilishdan qo'rqmang. To'rtinchisi, yangi narsalarni sinab ko'rishdan aslo cho'chimang. Beshinchisi, nima deydi? Beshinchisi, o'zingizni shaxs sifatida rivojlantirishda insonlarni kuzatib, o'shalarga havas qilib, ular qilgan xatolarni qilmasdan o'sha yo'lda yuring. Endi sizni spichimni oxirini bitta gap bilan tugatmoqchi edim. Ruxsat bersangiz. Bu yerda ko'pchilik kuzatib o'tiribdi. Bilmayman, siz qanaqa vaziyatda kuzatyapsiz meni. 2023-yil men uchun Angliyaga chiqish, vatanimdan chiqib ketish bu o'tayam 0 darajadagi narsa edi-da. Umid yo'q edi-da. Endi qiz bolaman, oilada bitta qizman, chetga qishloqdanman. Yutuqlarim uncha ko'p emas, lekin shu narsani oddingizdan chiqarmang. O'zingizga bo'lgan ishonch har doim sizni oldinga undab turadigan narsa. Endi ikkinchi aytadigan so'zim bu, muvaffaqiyat na oddiy, na boy oiladan chiqishingizga bog'liq. U mehnat, qat'iyat va niyatga asoslanadi. Bizning qayerdan kelganimiz emas, kim bo'lib harakat qilayotganimiz va maqsadlarimiz yo'lida qanday intilayotganimiz bu juda ham muhim hisoblanadi. Endi hayot yo'lida bizga oilamiz eng esda tuting mana shu narsani. Oilamiz, ustozlarimiz va ularning duolari bizga katta yordam beradigan, nima deydi, trigger, bizni oldinga undab turadigan motivatsiya, kuch. Motivatsiyani boshqa joydan qidirmang. Yaqinlaringizni ishonchi bu juda ham katta o'rin tutadi. O'zingizga bo'lgan ishonchdan keyingi o'rinda albatta. Endi sizni bu yo'lda qilolmaydi, bu sani qo'lingdan kelmaydi, bu sani ishing emas deydiganlarga va soxta tabassumlarga, yoningizda turib sekingina sizdan ko'chiradiganlarga, keyin yana nima, sizga shubha qilib qaraydiganlarga umuman e'tibor bermang. Aksincha, yo'lingizdagi bu insonlar sizni yana ham oldinroq ketishingizga muhim bir vosita sifatida xizmat qiladigan insonlar sifatida qarang ularga. Shunday ekan, muvaffaqiyatli insonlarga oilaviy holat yoki kelib chiqish ahamiyat kasb etmaydi. Yutuqni insonni niyati, maqsadi va qat'iyati belgilaydi. Shu uchun qayerdan boshlaganingiz emas, qanday yakunlaganingiz muhim. Rahmat hammaga. Ko'p gapirdim. Chalkashliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'rayman. Yo'q. Rahmat kattakon Farangiz, shunday bir samimiy va ajoyib nutqingiz uchun. Misol uchun men o'zim bu yerda eshitib, o'zim uchun kerak bo'lgan ko'pgina ma'lumotni ola oldim va umid qilamanki, hammada ham shunaqa holat bo'ldi. Endi savollar qismiga o'tsak, hozir qo'lini ko'tarib turgan ishtirokchilarga birma-bir mikrofonlarni yoqib, ularga savollarni so'rashga ruxsat beramiz. Ungacha qolganlar kommentariyalarda savolinglarni qoldirib ketishinglar mumkin. Xo'p, biz hozir Nargiza Gapparovaga mikrofonni beramiz. Bemalol savolingizni so'rashingiz mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Farangiz, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Men Nargiz opamni taniyman. Hammaga aytib o'tib ketay. Nargiz opam bilan biz 4-kursda yotoqxonada birga turganmiz. Ular meni, nima desam, muvaffaqiyat
baxtimga yetgunimcha bo'lgan jarayonni kuzatgan inson bo'ladilar. Marhamat, Nargiz opa, qanaqa savollaringiz bor? Rahmat Farangiz. Anaqa gaplaring uchun juda katta ma'lumot oldim, motivatsiya oldim. Birinchi savolim, boya IQ testlari bo'ladi deding-ku birinchi bosqichda. O'sha metodologiya bilan IQ testda o'shanda nizomni ko'rib chiqdim. Magistraturaga IQ testi yo'q ekan. Shunday faqat bakalavrga bo'ladimi? Albatta, magistraturaga IQ va tahliliy testlarni aralashtirib solishadi. Ya'ni siz ishlaydigan testlar bu sizning tahliliy ko'nikmalaringizni qanaqa ekanligini tekshirish uchun IQ testlar va tahliliy testlar bir-biridan biroz farq qiladi, lekin uncha katta farqi yo'q. Shuning uchun ikkalasiga ham tayyorlanishni tavsiya beraman. Ikkalasiga ham tayyorgarlik ko'rganingizdan keyin savollar almashib tushishi natijasida siz javoblaringizni o'zingizga nima deydi, ishonch hosil qilgan holda belgilashingiz mumkin. Maslahat berardim IQ va tahlilni birdaniga olib ketishi. Chunki bilib bo'lmaydi qanaqa savollar tushishi. Bizda IQ tahliliy degan, tahliliyga qo'shib IQ savollari ham tushgan. Menimcha bu tanlovda ham shunaqa tushadi. O'sha misol uchun IQ testga, misol uchun matematikada uncha yaxshi bo'lmagan insonlar necha oyda, qancha vaqtda misol uchun o'rgansa bo'ladi o'sha testlarga tayyorgarlikni? Endi meni ham matematikadan juda ham bilimim kuchli emas, lekin degan joyi bor. Siz buni praktis orqali qilasiz. Ya'ni praktis qanaqa bo'ladi? Siz o'sha internet saytlari berilgan, o'sha saytlarga kirib IQ testlaringizni ishlaysiz va YouTube'dan o'sha qaysi mavzular, misol uchun kanalda yozib qo'yibdi. O'sha mavzularni olasiz, YouTube'ga o'sha mavzuni tashlaysiz yoki ChatGPTga yozasiz. ChatGPT sizga chiqarib bergan o'sha nima deydi, YouTube kanallarini ko'rib chiqish orqali siz ishlaysiz. Misol uchun birinchi o'zingiz ishlab ko'rasiz va ishlab ko'rganingizdan keyin ko'rdingiz ishlab, endi siz YouTube'dan o'sha videoni javobini ko'rasiz. Ya'ni explanation qanaqa berilgan unga. O'sha orqali o'stirsangiz bo'ladi. Men tayyorgarlik ko'rgan vaqtimda menda ochig'ini aytsam, IELTS imtihonim, keyin o'sha El-yurt umidi suhbati faqat bittaniqiga tiqilib qolgan. Men nima qilganman? Faqat praktis qilganman, ishlaganman, javobini tekshirganman. Va bitta narsani aytib o'taman, o'sha YouTube kanallari va El-yurt umidi jamg'armasiga tayyorgarlik ko'radiganlarni kanalida suhbat vaqti yo test vaqti o'sha kanallarda testni qanaqa ishlanish tartiblarini tushuntirishadi-da. O'shalarni kuzatib, konspektlashtirib o'rgansangiz foyda beradi. Rahmat. Uning uchun bitta savolim bor edi. Misol uchun o'sha TESOL yo'nalishida topshirayotganlarda, misol uchun conditional letter oladi. Conditional letter oladi-ku. Misol uchun o'sha suhbatga kirsa, keyin siz yo'nalishingiz TESOL ekan, lekin IELTS darajasi hali olmagan ekansiz yoki 6,5 ekan, ya'ni siz yo'nalishingiz TESOL bo'lgandan keyin 7 dan baland 8 lar olishingiz kerak degan gap, bular ham bo'lishi mumkinmi demoqchiman. El-yurt umidi suhbatida bu narsa bo'lishi mumkin emas. El-yurt umidi bo'lishi mumkin, qanaqa nizomda unaqa narsa ko'rsatilmagan. To'g'risi o'zini o'zi mumkin emas deb tashlamang. Nizomni shartiga ko'ra sizda 6,5 IELTS bo'lsa yoki sifir sertifikati bor, o'qishga qarang. O'qishga topshirgan vaqtingiz sizda IELTS bo'lmagani, siz B2 bor yoki sifir C1 bor O'zbekiston sertifikatida, lekin sizda universitetning conditional offer bor. Endi bu holatda siz nima qilasiz? Siz B2 yoki C1 O'zbekiston sertifikati bilan El-yurtga bemalol topshirishingiz mumkin. Conditional offer ham El-yurt umidida o'tadi. Buni olganingizdan keyin siz El-yurt umidi jamg'armasi stipendianti, misol uchun Farangiz Karimova El-yurt umidi stipendianti bo'ldi. Shartli tagida yozib qo'yadi. Shartli offer olgan taqdirda stipendiant 6 oy ichida shartli xatini unconditionalga o'zgartirib berishi kerak degan. Ya'ni sizda 6 IELTS yoki O'zbekiston sertifikati bor, B1 yoki B2 yoki C1. Sizda IELTS yo'q, ya'ni imkoniyatingiz yetmasligi mumkin IELTSga yoki muddati o'tgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda sizga to'siq bo'lib xizmat qilmaydi. Ya'ni sani sertifikating yo'q demaydi. Lekin shu narsani yodingizda tuting. Ingliz tili bu juda kerak. Suhbatda inglizcha savollar beriladi. Bu sizga ingliz tilidan speakingingizni tayyorlab borishingizga bitta yo'nalish bo'lib xizmat qilsin. Speakingingizni tayyorlang.
sizga inglizcha savollar berishadi. O'sha tarafi bor. Xo'p, rahmat, kattakon qarangiz. Sog' bo'ling. Aziza, endi kimga so'z navbatini beramiz, marhamat. Aha, hozir bizada Nazarbek Yoqubov 2-3 marta so'ragan savollari bo'ldi. Demak, 2 yil bakalavrni O'zbekistonda o'qib, 2 yil chetga o'qisa ham bo'ladimi? El yurti bilan deb so'rayaptilar. Ya'ni dual tizimni so'rayaptilar. Dual tizimi. El-yurt umidida bunaqa tizim hali yo'lga qo'yilmagan, lekin bular O'zbekistonda magistratura, bakalavr o'qiyaptilar hozir. Agarda juda xohlaydilar, o'zlarini sohasi bo'yicha 4 yil kuchli bilimni chet elda olib kelishni, ya'ni o'zini sohasini 4 yil davomida kuchli mutaxassis bo'lib kelish. Bunda maslahat berardim bularga bakalavrga qayta topshirishlarini, agarda yil yo'qotishdan qo'rqmasalar. Bu nimaga xizmat qiladi? O'sha o'zini sohasi bo'yicha chet elda o'sha bilimlarni yana mustahkamlab kelishga. Shunaqa stipendiyatlar ham mavjud, ya'ni bor. Bakalavrni qayta o'qigan yokida magistraturasini tashlab, magistraturaga yana qayta ketgan. Magistraturasini bitirib bo'lib, yana o'sha soha bo'yicha magistraturaga qayta ketganlarni ham bilaman. Dual tizimi hali el-yurtda yo'lga qo'yilmagan. Rahmat kattakon javobingiz uchun Farangiz. Endi hozir Ashrgul Pardayevaga mikrofonni bersak, savolingizni so'rashingiz mumkin, Ashrgul. Assalomu alaykum. Men sizni eshityapman. Marhamat, savolingiz bersangiz bo'ladi. Assalomu alaykum Farangiz opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Marhamat. Yaxshi, rahmat. Men bakalavrda 1-kursda o'qiyman. El-yurt umidi shunda 2-kursdan bo'ladimi topshirish? Yo'q, qarang, el-yurtga siz el-yurt umidini bitta narsani tushunib oling-da. El-yurt umidini topshirish degan narsani siz qachon yokida qanday holatda ko'rishingizga bog'liq. Agarda siz hozir bakalavrda o'qiysiz, 1-kursda. O'zingizga praktis uchun yokida keyingi magistraturangizga yo'nalishingizni o'rganish uchun ham sinab ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni bu o'zingizni bilimingizni sinab ko'rasiz. Bu uchun nima qilasiz? Bakalavrga qayta hujjat qilasiz. Ya'ni El-yurt umidi jamg'armasiga hujjat topshiradigan bakalavrlar bilan birga hujjat topshirasiz. Bunda sizda nima bor? Mutaxassislik misol uchun bor, baholaringiz bor, yaxshi. Tavsifnoma olasiz ikkita o'qituvchingizdan. Uni inglizcha, ya'ni tavsifnomani qanday qilasiz? O'zbekistonda uni o'zingiz yozasiz va o'qituvchilaringizga qo'l qo'yib, pechat bostirib, skaner qilib universitetga topshirasiz. Universitetdan qabul xati olib, el-yurt umidiga hujjatlaringizni topshirish uchun tayyorlab turasiz. Va el-yurt nizomiga ko'ra bakalavrga hujjat topshirasiz. Agar siz mana sizda 3 yil bor-da, 3 yil bor, 22 yoshga to'lishingiz kerak degan joyi bor, staj degan joyi bor. Siz hozir unga yetmaysiz-ku, lekin siz bakalavrda o'zingizni sinab ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni men tanlovga qanaqa tayyorgarlik jarayoni, balki suhbatgacha yetib borarsiz. Balki testdan bu sizga nimaga yordam beradi? O'rganish uchun. Agar yutsangiz yutib ketdingiz, 4 yil sizga imkoniyat beriladi. Bu chetda magistratura, bakalavr o'qish imkoni beriladi. Bunda siz xarajatlaringiz, yo'l xarajatlari, ya'ni yo'l degan transport xarajatlari, O'zbekistonga borib kelish, bakalavrlar uchun bitta zo'r taraf bor-da. 1 yilda O'zbekistonga 1 marta borib kelish imkoniyati bor. Ya'ni bizda magistraturada bu imkon yo'q. Ya'ni 1 yil o'qiyman. Men 1 yildan beri uyimga bormaganman-da, lekin bakalavrlar O'zbekistonga yozda borib kelishadi o'qish tugagandan keyin. Buni hamma xarajatini el-yurt umidi qoplaydi. Undan keyin sizga o'qish xarajatlaringizni, kontraktingizni to'lab beradi. Undan umuman muammo qilmaysiz. Keyin yeb-ichish xarajatlari. Sizni yeb-ichishingiz bilan bo'lgan xarajatlar el-yurt umidi tomonidan qoplanadi. Undan keyin transport tizimi bilan bo'ladigan transport, turar joyga pul ajratiladi. Siz undan ham muammo qilmaysiz. Faqat siz o'zingiz o'sha joyni topib, transportlarini aniqlashtirib, o'shanga pul sarflaysiz. Sizni kitob daftaringiz, o'quv qurollaringiz uchun ham el-yurt umidi jamg'armasi pul beradi. Siz o'sha pulni olib,
o'qisangiz bo'ladi. Bitta narsa aytardimki, bakalavrda o'qiyotgan va yosh harakat qilayotganlarga juda ham havasim keladi. Nimagaki ularda shuncha yil imkon bor. Misol uchun menga 1 yil yetmadi. Men yana ham ko'proq o'rganish xohlayman. Men yana imkon berishganda, misol uchun bakalavrga yana o'qigan bo'lardim. Lekin menga bunga yoshim ham, vaqtim ham yetmaydi. Meni boshqa maqsadlarim bor. Shuning uchun hozir 1-kurs ekansiz, bakalavrga sizdan nima ketdi, harakat qilib ko'ring. Hozir 1-kurs, hozir 1-kurssizda? Ha, 1-kurs hozir. Hozir 1-kurs bo'lsangiz, 2-kursingizni yarimlarigacha offer olib, til darajangizni ko'tarib, harakat qilsangiz, shu Elyortga ilinib qolsangiz, ajab emas. Bakalavr o'qish uchun 4 yil chet elga ketsangiz, tajriba bo'ladi. Shunda til sertifikati bitta bo'lishi kerakmi yo ko'p bo'lsa ham ustunlik beradimi? Ustunlik. Bu muddati o'tmasligiga qaraydi. Til sertifikati uncha ahamiyatga ega emas. Til sertifikati bo'lmasdan ham Elyurt yutganlarni bilaman. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. To'liq bergan javobingiz uchun rahmat Farangiz. Hozir yana 1-2 kishi qo'l ko'taryapti. Ularni ham qabul qilamizmi? Charchab qolmadingizmi? Yo'q, men charchamadim. Bemalol javob beramiz. Ularning vaqtlari bu, lekin menda soat hozir 5:16. O'zbekistonda ancha kech bo'ldi. Sabr bilan shuncha kuzatishyapti. Bering. Oxirgi savolimiz Xayriniso Baxtiyorova, siz mikrofoningizni yoqib qo'ydik, gapirishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Sizni ko'rib, sizdan olgan motivatsiyam juda ham samarali yakun topadi degan umiddaman. Sizga beradigan savol, men o'zim oliy ta'limda ishlayman, oliy ta'limda o'qituvchiman. Sizga beradigan savolim, masalan, Warwick bilan biz ko'p memorandum tuzishga harakat qilganmiz-ku, imkoniyatsiz bo'lgan, bilasiz, o'zingizga ma'lum, Kamila Tangirova o'sha yerda faoliyat yuritadilar. Offer qabul xatini qanday olsak bo'ladi? Kimga murojaat qilishimiz mumkin yoki o'zimiz saytlardan bu yerdagi mas'ullarni topib murojaat qilishimiz kerakmi? Kim yordam beradi? Xat olish masalasida nimalar qilsak bo'ladi, maslahat bersangiz. Qarang, xat olish jarayoni hozir men Elyurt Umidi jamg'armasi stipendiyatlari bilan xat olish jarayoni haqidagi videoni YouTube'ga chiqarilgan videoni tashlab beraman sizlarga. Bu jarayonda siz universitetlarga qanday qilib hujjat topshirish mumkin ekanligini ko'rsangiz bo'ladi. Xat olish jarayoniga sizga kimdir nimadir qilib bermaydi. Ya'ni universitet sizga qilib berishidan umidingizni ko'proq unaqa qilishingiz kerak. Ya'ni to'g'risini aytsam, qabul qiladigan svet o'chib qoldi, 1 daqiqa. Hatto shu narsa ham odamga qanaqadir yangilik bo'lar ekan, ya'ni harakatlanib turish, energiyani saqlash. Uzr so'rayman, men hozir tinch bo'lish uchun katta leksioner zalda o'tiribman. Agar qachonsiz ko'rsatib o'tib ketaman. Mana bu leksioner zalimiz. Hech kim yo'q edi, o'shaning uchun men tinchroq bo'ladi deb kirib oldim. Mana bu yerda professorlarimiz bizga dars o'tishardi. Bizga bir motivatsiya bo'ldi yana ham xonani ko'rish. Rahmat. Javobga keladigan bo'lsak, men YouTube kanali tashlab qo'yaman sizga. O'sha YouTube'da chiqqan videoni, bunda hujjat topshirish jarayonlari haqida stipendiyatlar qisqacha tushuntirish berib o'tganlar. Ya'ni qanaqa hujjat topshirasiz, nima apply qilasiz, qanaqa o'zingizga sayt ochasiz. Bitta narsani aytaman-da, men ham bu jarayondan o'tganman, to'g'ri, bosh og'riqli, siqilasiz, nimaga kelmayapti deysiz. Oddiy Microsoft da ishlash men uchun ozroq qiyin bo'lgan, lekin o'rganasiz. Shu narsani esingizdan chiqarmang. Hozir men videoni Azizaga tashlab beraman yoki o'zim suhbatdan keyin tashlab qo'yaman. O'sha videoni yaxshilab ko'rib chiqsangiz, qanaqa hujjatlarni topshirish haqida darslikka o'xshab berishgan. O'sha yo'nalish bo'yicha sekin-sekin hujjatlaringizni topshirsangiz, hech qanday muammo bo'lmaydi, xudo xohlasa.
keyin emaildan darrov keladi xabarlari. Rahmat javobingiz uchun. Sog' bo'ling. Keyin bitta narsani aytib o'tmoqchi edim sizga. Hujjat topshirish jarayonida o'zingizni profilingizni yaratasiz-ku. O'sha jarayonda emailingizni va emailga qo'yadigan parollaringizni eslab qolishga harakat qiling va osonroq parol qo'ying. Negaki menda shunaqa muammo bo'lgan, parol bilan bog'liq muammolar. Ya'ni unutib qo'yganman, admission teamga yozganman. O'sha kelish jarayonimda turli xil qiyinchiliklar bo'lgan. Ishoning, qiyinchiliklarni hammasini boshimdan kechirganman desam, nima deydi, xato qilmagan bo'laman deb boshimdan o'tkazganman o'zim va o'zim o'shani hal qilishga harakat qilganmiz. Qo'rqmang, hammasini eplasa bo'ladi. Shu videoni ko'rib nimadir savollaringiz bo'lsa, mani o'zimni kanalim bor. Buni keyin naqa qiladilar, Aziza beradilar. O'sha kanalga yozsangiz, Xudo xohlasa men yordam berishga tayyorman. Keyin yana bitta tarafi bor. Chet elda yashash yaxshi, lekin musofir bo'lib yashash ozroq qiyinroq. Bizdagi tinchlik, bizdagi sharoitlar, bizdagi rivojlanish ko'p davlatlar yo'q. Keyin sog'liq muammosi ham Angliyada yoki top davlatlarda biroz qiyinroq. Shu uchun sog'ligingizni mustahkam qilib, bu yerda kasal bo'lmaslikka harakat qilib keling. Chunki ancha qiyinchiliklarga uchrab qolishingiz mumkin. O'zbekistonga yetadigani yo'q, shuni esingizdan chiqarmang. Yana qanaqadir savollar bo'lsa, marhamat. Bugun meni imtihonim tugagan. 3ta imtihonim tugagan. Hozirroq bemalolman. Shu uchun savollaringizga bugun javob berishga tayyorman. Menimcha shu bilan savollar tugadi, chunki o'zi boshidan oxirigacha hamma narsani detalyin qilib bittalab tushuntirib berdingiz va oradagi savollarga ham yechim topa olishdi deb umid qilamiz. Agar yana qanaqadir savol yoki taklif va hokazolar bo'lsa, hozir aytganimizdek, Zafarangizni o'zlarini bloglari bor. Vebinardan keyin qoldiramiz va bemalol o'sha blogga o'tib, o'zinglarni qiziqtirgan narsalar haqida o'rganishinglar mumkin. Sizga rahmat kattakon Farangiz. Juda ham xursand bo'ldim. Uzr, gapingizni bo'lib qo'ydim. Boya men bitta gap aytib o'tdim. Shuni ham aytib o'tmoqchimanki, bitta narsa qolib ketibdi. Stipendiyant bo'lmoqchi bo'lgan insonlar hayotdagi oliy maqsadini va o'zini 3 yil, 5 yil va 10 yildan keyin qanaqa ko'rinishini, ya'ni qanaqa o'zini tasavvur qilishini o'zlariga hozirdan yo'l chizib olsinlar. Ya'ni el-yurt umidiga men muhtojman emas, el-yurt umidi kadrga muhtoj. Ya'ni menday kadrga muhtoj degan tushunchani ozgina miyasiga kirsin. Bu nafaqat el-yurt umidida, balki qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar siz menga sen keraksan yoki sen menga pul berishing kerak emas. Ya'ni meni skilllarim, meni mahoratlarim sizni rivojlantirishingiz, ya'ni sizni kompaniyangiz rivojiga yo sizni o'sishingizda yordam beradi degan taklifni kiritib bilsalargina, oliy maqsadlarini to'g'ridan to'g'ri yoritib bersagina, shunaqa kadrlarni olishlari, shunaqa stipendiyantlar g'olib bo'lishlari ehtimoli katta bo'ladi. Ya'ni siz o'zingizdan bechorani yasasangiz yoki siz o'zingizdan qanaydir bir o'sha qani yasab olsangiz sizga ular berishmaydi yokida o'zingizdancha maqtanchoq, aqlli odamni ham yasab olmang. Ular umuman yoqtirishmaydi unaqa narsani. Bitta savol berib o'tirg'izib qo'yishadi. Keyin bechora odamni ham yasamang. Bechora inson deganda nimada bechora? Ilmda bechora yokida qanaqadir skilllarni ko'rsatishda bechora. U narsani yasab olmang. O'zingizga ishonch bo'lsin. Maqsadlaringizni aniq qo'yib oling, oliy maqsadingizni belgilang va o'zingizni o'sha yo'lda necha yil, 5 yillik, 4 yillik davomida nimalar qilishingizni chizib olsangiz, yutishingiz oson bo'ladi. Men bakalavrni bitirib turib o'shani tanlovni yutishimda va ishga joylashishimda mana shu muhim faktorlar bo'lgan. Chunki sizdan so'raydigan odam ertaga siz bilan qaysi manzilgacha birga bora olishligini xayolida tasavvur qiladi.
Va eng asosiysi savol berishdan va tajriba o'rganishdan qo'rqmang. Chunki hech qaysi inson o'zini bunaqa katta olib turgan insonni xohlamaydi komandasida ishlashni yoki u bilan bitta manzilda yurishni. Shuning uchun bilimni kuchli oling, o'zingizga ishoning. Rahmat hammaga. Rahmat kattakon Farangiz. Sog' bo'ling. Yana gaplashamiz. Tanlov o'tkazmoqchi edik biz. Bugungi anaqamiz bo'yicha uzr esimdan chiqibdi. To'g'risini aytsam, men stipendiyant bo'lishimdan oldin niyat qilgandim-da. O'zimga o'xshagan stipendiyantlarga yordam beraman va ularni stipendiyant bo'lishida o'zim hissam qo'shaman deb. Chunki Elyor suhbatiga kirganimda men shu javobni hakamlar hay'atiga va'da berib qaytganman. Shuning uchun men kichkinagina tanlov o'tkazaman. Hozir bergan savollarim hayotdagi oliy maqsadingiz nima? Oliy maqsadingiz nima? Va sizga nima motivatsiya beradi? Ilm olish deganda nimani tushunasiz? Siz ilm olish deganda nimani tushunasiz? Keyingisi bu shu 3ta savolimizga bugungi darsdan olgan 5ta top xulosangiz. Shu bo'yicha savollarga javob berasiz komment qismida. Biz Aziza bilan o'qib, g'oliblarni aniqlaymiz. Aniqlab, men ularni uyiga Xudo xohlasa, agar imkoniyatim bo'lsa, dastavka qilib jo'natib yuboraman. Agar yo'q, imkoniyatim bo'lmay qolsa imtihonlar bilan yoki-da bu yoqdagi vaziyat bilan men O'zbekistonga borgandan keyin birga ko'rishib, Xudo xohlasa Aziza ham O'zbekistondalar, birga ularni Toshkentda bo'lsa Toshkentga chaqirib, birga kofe break qilarmiz yoki-da sovg'alarni uyiga dastavka qilib jo'natarmiz. Shu barani Xudo xohlasa. Shu savollarga javob bering. Biz o'qib g'oliblarni aniqlaymiz. Hammaga rahmat. Sizlarga xayrli tun. Tuningiz yaxshi o'tsin. To'xtasak bo'ladi? Bo'ladi. Rahmat. Rahmat kattakon qatnashganlaringiz uchun. Xayrli kech hammaga. Xayrli kech.